atmosferani qaranglar. Biz bolalar bilan kvestga kelganmiz. Men hamma bolalarni xullas yiqqanman. Bu bolalarni kvestga kirguncha ahvoli. Chiqqandan keyin bitta atmosferani ko'rsataman. Bolalarning ahvolini ham sizlarga ko'rsataman, lekin qiziq bo'ladi deyshotdi. Atak kirmasdan o'sha 2-3 ta bola to'qib berib bo'ldi. Qo'rqmaysan? Точнimi? Bo'ldi. A few moments later. Hozir kirib chiqing. Ahvolni ko'rasizlar, lekin 6 kishi edi, 2 kishi kirishdan oldin o'sha duxni berib kirishmadi. 4 kishi kirdi, lekin shunaqangi emotsiya bo'ldi. Kalit qidirasizlar, mazza qilyapsizlar. Atak realistik bo'ldi. Bitta kelib bolalar bilan o'ynab ko'rishinglarni tavsiya beramiz. Lekin komanda bo'lib kelsanglar, undan ham zo'r, undan ham qiziqroq bo'ladi. O'rta nima deydi? Boshqa gap yo'q. Xonalarni ko'rsatmoqchi edim, lekin hamma xonani ko'rsatish mumkin emas, chunki intriga qolmaydi. Bitta misol uchun ana bundan xonani qaranglar, atak realistik chiqqan. Eslicha uysanglar, hamnaqa pulni ham berishar ekan. Kelavering.